Tasavvur qiling, yer yuzida millionlab yillar davomida deyarli o'zgarmagan, faqat sakrash orqali harakatlanadigan va bolasini qornida, xaltada olib yuradigan hayvon bor. Bu kenguru. Bugungi videoda siz kengurularning qadimiy tarixi, ularning tabiat bilan kurashi va ko'pchilik hali eshitmagan hayratlanarli faktlar bilan tanishasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng qiziq faktlar hali oldinda. Olimlarning fikriga ko'ra, kengurularning ajdodlari 25-30 million yil avval yashagan. O'sha davrda Avstraliya boshqa qit'adan ajralib qoladi va tabiat bu yerda o'z qoidalarini yaratadi. Dastlab kengurular kichik bo'lgan, daraxtlarda yashagan va deyarli sakramagan. Ammo iqlim o'zgaradi, o'rmonlar kamayadi, ochiq dashtlar paydo bo'ladi va kengurular sakrashni tanlaydi. Bu qaror esa ularni bugungi kungacha olib keldi. Odamlar va kengurularning ilk uchrashuvi. 1770-yil Yevropalik sayyoh James Cook Avstraliya qirg'oqlariga yetib keladi. Ular g'alati hayvonni ko'rishadi. Katta dum, kuchli oyoqlar va sakrash. Ammo aborigenlar uchun kenguru begona emas edi. Ular ming yillar davomida kengurular bilan yonma-yon yashashgan. Kenguru ular uchun ovqat, himoya va ruhiy ramz edi. Ayrim manbalarga ko'ra, sayyohlardan biri qiziqib aborigenlardan bu qanday hayvon deb so'raydi. Shunda aborigen tushunmadim, ya'ni kenguru deb javob beradi. Shundan keyin uning nomi kenguruligicha qoladi. Kengurularning noyob biologiyasi. Kenguru xaltali sut emizuvchi hisoblanadi. Unda bola tug'ilganda uning o'lchami atigi 1-2 sm. U ko'rmaydi, eshitmaydi, ammo instinkt bilan onasining xaltasida yuradi. Va u yerda hayot boshlanadi. Ona kengurular bir vaqtning o'zida 3 xil yoshdagi bolani boqishi mumkin. Eng qiziqarli tomoni esa har bir bolasi uchun turli tarkibdagi sut ishlab chiqaradi. Bu tabiatdagi eng murakkab onalik tizimlaridan biri. Kengurular yurishmaydi, ular sakraydi. Bir sakrash 9 metr, balandlik esa 3 metr, tezlik esa 70 km/soatga yetishi mumkin. Qizig'i shundaki, qanchalik tez sakrasa, shunchalik kam energiya sarflaydi. Kengurular hech qachon orqaga yura olmaydi. Shuning uchun u Avstraliya gerbiga tasvirlangan. U faqat oldingi harakat ramzi sifatida muhrlangan. Erkak kengurular juda kuchli jang qiladi. Ular bu masalada dumiga tayanishadi va kuchli oyoqlari bilan zarba berishadi. Ba'zi zarbalar hatto odamga ham xavf solishi mumkin. Kengurular suzishni biladigan sut emizuvchi hisoblanadi. Ular o'rtacha 20 yilgacha umr ko'rishadi. Aytganimizdek, dumini 5-oyoq sifatida ham ishlata olishadi. Avstraliyada sodir bo'ladigan yo'l hodisalarining asosiy sababchilaridan biri kengurular. Shu sababdan siz Avstraliyada albatta kengurular tasviri tushirilgan yo'l belgilarini uchratishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va izohlarni yozib qoldiring. Qaysi fakt sizni eng ko'p hayratlantirdi?